Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz yana bir kataylar yasadik. Kataylar jamlamasi ham bo'laveradi. Mana boshlanadi battan. Bunisi ikkiga bo'lingani. Bunisi assobiya alohida bitta o'zi. Bu ham bor, ana yana bor. Bularni izohlab o'tgan bo'lsak, qayerdan boshlasak bo'ladi? Mana 250 ming so'mlik mo'jo'ja ketayimizdan boshlanadi. 50 ga 60 bu razmerlari. Undan keyin mana 350 ming so'mligimiz 120 ga 80 ga bo'yi 80. Undan keyin mana 2 ga bo'lingan. Mana eshigi bu yoqda va bu yoqda bor. Karmoshkalari ham bor. Mana hozir to'sib qopdi eshigi. Hozir olib turaman. Hop, mana ko'rindi eshigi, endi ikkita eshik bor. Bunisi bor 500 ming so'm. Endi mana unisi bor 600 ming so'm. Bunisi 2 metrga 1 metr. Buni sherigi bor mana bu endi hozirgi birinchi ko'rsatganim. Hammasi bo'lib kataylar jamlamasiz bo'laveradi. Hamma turidan bor. Qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilaverasiz. 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Hozirgi kunda rosa xo'rozlarimiz yetilibdi, urushyapti degan gap ko'payib qoldi. Katayni o'rtadan bo'lishni boshladik biz hozir. Shunda odamlarda ehtiyoj qolar ekan shu bilan. Karmoshkasini ham ikkita qildik, eshigini ham ikkita qildik. Xullas xo'roz rozi qildik-da. Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'z qilas Shaboda 108 93 536 06 31 telefon raqami. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha.